Nima uchun mushkullarda pul xashlab, erlarni setib oldigan, erlarni o'yinchi o'rnida ko'rayotgan ayollar kun sir ko'payib ketib bordi. Bopmi 2-4 tal pul topgan boyxotinlar. Bularchi degan vaqtda butunlay o'zining tatqiligi uchun, o'zining ichinishlik tragediyalar qilish uchun mushundaq razil vositalarni tanlash orqali erlarninki g'ururini, vijdonini yag urib, erlarni mana pul oldigan bo'lsa, er degan jangalda sho'rpa deb erlarni mana biz deganmanda hargiz kerakda eri va oilasi va baxtli bolalari va ayollar bu qiliqni qilmaydi. Bir turkum jamiyatdagi dashqal, parazit qurib, nachar, zidipes, tegipes ayollar ma ishnidan xo'shallik qilyotdi, o'zini erlar degan bizning oyoq ostimizda pul bilan setib olaydigan ermak hayvon, pisti ishit, yiliq axlat terib yeydigan ish qatorida mushtaq ko'ryapti. Haqiqiy bir yurgidan muhabbati va axloq fazilati va ayollar ma ishni qilmaydi. Mana bu do'yin degan yomon cho'ng nima ekan? Ko'rib qolamiz ekan. Ne iliq erlar endi to'u demasak, biqajmo bizni baliq qilyapmiz. Rasm guna rasmdimi yoki rassamdimi deb rasmni qanday sizsa uning amali yo'q. Lekin yana shuning do'stim turib ichimiz achchiq bo'lib qoladi ekan. Iliq ayollar chilim deganni chekib, qo'ngda aroq deganni tanishib ichayotgan. Iliq erlar Dupivu ayollar oynaydigan usulni iliq erlar oynab, xotinlining kiyimini kiyib, mashta chechini itib, yana bir yog'izni qilib, bizning g'uljilardan paydo bo'lib ketibdi. Tap tatmasdan yining shu palonchiya deb yezib qo'ydigan bo'lib ketibdi. Demak, mashta erlarning tamasini ko'rayotgan ayollar po'xtin, sisiq, itdan xar holatda o'ladi ishlamsiz. Buni balkim burun biri turmush qurgan, birasiga xotin bo'lgan, lekin shu turmushlardan az to'la erlardan azar yegan turmushning ochiq-chuchukligi bardoshlik berolmay, ma'lum bir yo'llarni tanlab, az to'la aql idriga hozirqindek ayollarning dunyosi, nemali ish qilsa ayollarning ras, nemali ish qilsa ayollar taraf uchun pul iqiyotgan ma davriga yuzlanib qolganlik uchun 2-4 tal pul topdi, aslida Mercedes mashinasi manda bo'ldi. Shuning bilan er kishi degan bog'u bir ermak, erkak emas. Puldan iboratmish qudrat qoral bo'ladi ekan. Mani bo'ladi ekan mening balamning degan o'ycha. Mush mani bilan biz mushularni setib olaymiz deb ishrat xallarga berib, ashtaq erlarni, ashundaq erlarni setib olib, shularga pul berib, o'zlari uchun xizmat qilgan yerlarni tap tatmasdan shilimni chekib, bir do'stni mushtaq. Qo'ydi ishdan yo'q holati chiqib mushtaq. Naynashib kelib shuni do'ylarga tatib qo'yadi. Hey, hayosizlik, mana bir axloqsizlik. Davlatning bo'lsa qonunmi, axloqmi to'g'ri ko'maydi. Davlatni axloq orqali idora qilish, qonun orqali idora qilish deydi. Mushu xil nachar salbiy ta'sirlar bizning yosh o'smirlarni, bolalarimizni zaiflashtirib yetadi. O'ylab beqing qarindoshlarim, zaiflashtirmamdi. Bu nima deydi desa, qizlarni qanday psixik bo'lib qoldi ekan desa, erlarni mushtaq qilish kerak ekan dedi. Yosh uy tutayotgan ayollarni-chi desa, qizlarni-chi desa, er kishi degan mushundaq nima ekan deb erlar bo'lgan itoatmanlik, erlarni hurmatlash, dada deganning o'rnining qanchalik ulug' ish ekanligini his qilmaydi. Insonlarga birinchi eng o'ng'ay yiqadigan nima? Nachar taraflar eng o'ng'ay yiqadi. Yaxshiliklar asta-asta singib kirgan bilan nacharliklar bevosita voshshid qilib kirib ketadi. Shuning bilan chu degan vaqtida bu ruhiyatimiz chiriklashidi bizning. Chiriydi, oxirsida chu desangiz biz halokat tarafga qarab mangamiz, halokatdingizga g'arq bo'lib ketamiz. Bu hech qanday bir vaqtda nachar odamlar, nachar dushmanlar chatdan, sirtdan yo bir yoqlardan kelmaydi. Shu o'z qo'limizni o'zimiz mushundaq nabobligimiz sababidan, nachar axloq fazilatlar mushundaq bir turkum parazit qurtlarning sababidan halok qilamiz. Mana bizni ko'rgan, o'ng'ilgan, ne xotinlar, pul olsa jangalda sho'rpa. Voy ondaq er kishi degandan vaqo sen degan erkak ham tetem er kishilar izang taqsoldirib ne jugash erlarning ko'zlaridan hozir erlar yig'layotdi o'chma erkaklar yig'layotdi erlarning ko'zidan yama qonunmi ayollarga yambasida ajizlab qonunmi ayollarnikidan rastlaydigan bo'lib ketdi. Hamma jihatdan ayollarning rast bo'lganligi uchun erkaklar yig'layotdi. Şu erkeklerini yığıltma ayarlarını biz 5-10 yıldan aldık, tonuttuk, bilttuk. Ahırsık kelgan chaqda çoğu degan vaqtida hamma nimani
Dünyani, çırayını, inavetini, abroyunu, hemmenimini bu dünyada sınak için bizge berilgenlik için muşu nimlerini muş kötürellemdi o, kötürenmemdi o. Muşunun muşu okatlarını sınakıdaki iktidarı bağ mı, yok mu da belgelik için bilmey. En rezil, en nabab, en ahlaksız işlerin hemmesini kıgalık için şunun bilen bu iğir bir küllegi kaldı, iğir cezalarını tattı. Ahırsıda xilmi-xil iğir cinsi keselliklerge, yana bir nimlerge mubtila bulup, boqtin sisiq iştin har holat ölüp ketkenlerini biz kördük. Demek, ayal kişi ädi yaxshi bo'lmasa o'lganda yada deydi. Ata-onangga yaxshilik qil, eringga itoatman bo'l, eringning gapini angla. Dunyoda ayal kishi uchun eng qaysi dedi. Bu ata-ona to'g'ri ayal kishiga jonni berdi, lekin bir a'ning qo'lini yuyib, shu a'ning hodig'ini chiqarib, bir chin tomoqni chiroyli bir tozlik uchun jumoq, gapim xatolik ketmasin. O'zining bir gaz yog'liqlarini tengab, chashlar tomoq chiqib ketmasin, chiroyli partig'ini tat. Shu xush bo'lgan vaqtida barkat, oilada xotirjamlik bo'ladi. Uni qilmay topgan 2-4 tal pulni akib, men pul topdim, oq qildim deb a'ning yuziga silib, do'q qilib, a'ning topgan puli uyning, xotinning topgan puli o'zining olib ketib, manda holat bo'lsa bu aile çokum halaket oldu. Bunda ayal ahırkı günlerde içinişlik tragediyalar kıyıp kaldı. Şonlaşka doyundaki çokantayla mat oynanla ellerini setilip varsılar. Ne kilişken balla, ne meclis tük oğan bilen bu gidikinden vicdanı yok güyla. Mecliste gıççıdı tök. Onun kargan ben kos yakşı mıkın deyme. O setilip varsılar pulunlayacak. Lekin Anı doyungu çıkarmısanlar ötünüp kala işledim. Ulan doyungu tat aşılarını aşıladım. Ezilkeş usulunu oynatıp, özelliklerinin kişisi koyup aşılarını da ozdurulunup, anı doyungu çıkarmanlara ötünüp kalay. Başka yerlerinlerini turmuştu, güymeylerinlerle oturup çilim çekken, argışka yerinlerini çıkarsanlar mı, onu mu çıkarıvat isler. Biz çıkarmayımız ya, bir er kişi ben argışçime andımında oynap koyma, bire aydı bire gittim ağillerim bilen. Lekin ya çemberek çıkamayım ya doyungu çıkamayım. Çünkü oynamayım pakkiz depketkili bo'lmaydi hammamiz insan. Biz 60-70% olsak bo'ldi. Lekin şu atqa yeyadi, o'q tishqa yeyadi, poq şu içimizde poqimizni biz onu doyungu chiqarib damlashdan hojati yo'q. Dunyodagi baxtsiz odamlar baxtni ko'z qilib doyungu chiqardi, o'qdingizmi? Dunyoda ilik osh odamlar, azaldan bir tuzakin to'yinib tomoq yeb boqmagan odamlar. Dünyada şunu isil yavapkan bir etim yapmagan tamaklarını başkalar köz kılıp doyungu çıkırdı o. Dünyadaki baxtsiz adamlar yağandan saxta baxtini kılıp o büktisini kucaqlap, o büktisini söyleyip maşında naşayan haletde kıp doyungu çıkırdı. Bunların hemmisi ilik aş, çıkan kurup ketken baxtsiz adamlar cuma. Haqiqiy baxt ichida yaşavatkan adamlar to'g'ri bo'lgan yaxshiliklarni, aktiv energiyalarni xalqqa yetkazadi. Yaxshi bo'lgan, qonunliq bo'lgan mazmunlarni yosh o'smirlarimizga foyda qiladigan, ota-onalarimizning yurib ketadigan ishlarni qiladi. Faqat aqlsiz, munofiq, xato tutayotgan yo'li. Hech qanday dunyoning xulqini ko'rmaganlar mushundaq qiladi. Shonashqa kang to'rdashlar deydiganim, mushundaq ahvollarni ko'rsanglar, birini haqiqiy aytinglar. Chunki qancha azaygan sari bizning kelgusdagi bolalarimizning yollarımız şuncha yaxshi bo'ladi. Bular ma'laning salbiy ta'siriga uchrab ketmaydi deb o'ylayman. Shunga degan gaplarimning meg'izini ip qilib shaklini chiqarib etinglar. Chunki menmi bir inson, meningmi ba'zi bir gaplarim 100% to'g'ri bo'lib ketishini aytayin. Men sizlarning uy mulk do'stinglar Anvarjon uy mulk ayt so'raydigan maslahatlaringlar olib qolsa undidor ham telefonda 156 28 17 95 17 rahmat xalqim, salomat bo'linglar.